Vokzal hududidan o'ziga 2 xonali kvartira qidirib yurgan mijozlarimiz diqqatiga mana shu kvartiramizni tavsiya qilmoqchimiz. 2 xonali kvartiramiz Gamamet klinikasining shundoq ro'parasidagi 8 qavatli domning 8-qavatda joylashgan. Oxirgi qavat bo'lishiga qaramasdan mansarda emas, 51 metr kvadratni tashkil etadi. Kvartiramizga kirib kelishimiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Sanuzlarimiz alohida oxirida ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana bu bizda hol qismi emas, holni mehmonxona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda bizda oshxonamiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Oshxona zonamiz shu yerda bemalol tayyorlab, 4 kishilik stol qo'yib, bemalol shu yerda o'tirishingiz ham mumkin yoki bu yerda o'zingizni didingizga, dizayningizga qarab mebel tanlashingiz mumkin. Va kvartiramizning yotoqxonasi bo'lyapti. Marhamat, barcha kerakli mebellar, sharoitlar qilingan. Kvartiramiz to'liqligicha tepli pol isitish tizimida isiydi. Narxini 57 ming $50 so'rayaptilar. Albatta kelishtirib beriladi. Marhamat, alohida sanuzlar, bunaqa kichkina kvadratda alohida sanuzul topish oxirgi vaqtlar qiyin bo'lib qolgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.